Anu Aliga aytgan. Meni ismim Anvar Firdavs. Bir klassda o'qiyman. Men Yo'ldosh va Saodat Daniyarovna. Firdavs ilk bor kelganlarini o'zida birinchi misol ishlaganini o'zida juda ham qiziqardi. U juda ham ko'p savollar berardi. Buni qanaqa yechamiz, qanaqa usullari bor hammasini. Men matematikani yaxshi ko'raman, chunki u zo'r fan. Men misol yechishga qiziqaman. Meni akam test borda ishlab, notebook yutib oldilar. Men o'shandan beri qiziqib kelaman. Test borda ko'p misol ishlab, ko'yinga iPhone 6 olishim. Onlayn kurs olganda birinchi boshlash bilan yonimdan kelib, ustoz men shunaqaga qatnashyapman deb aytgan xabarim bor edi. Tushunmagan misollarimga Jasurbek akam bilan Jasmina ham yordam berishadi. Albatta tanishib chiqdim. Menga juda ham yoqdi. Ayniqsa ichidagi bolajonlarga beriladigan sovg'alar, rag'batlantirish, yana ham bolajonlarimiz shunga intilib bilimli bo'lishadi-da. Bu juda ham yaxshi narsa deb o'ylayman. Ya'ni o'sha yutgan tangachalarni, ya'ni qandaydir ehtiyojlar uchun emas, balki kerakli narsalar uchun ishlatishda, balkim bilim darajasini yana ham ko'tarishda juda ham yaxshi deb o'ylayman, hisoblayman. Bu bolani yana ham oldinga intilishga, ya'ni birinchi o'rinlarni olishga, oldidagi qo'yilgan maqsadlarga erishishga juda ham yaxshi yutuqlar deb o'ylayman. Bu savolingiz ham juda ham to'g'ri, chunki onlayn darsliklar olganda bola anaqa ko'pchilikning ichida emas, demak, o'zi bitta o'zi qolib, o'sha tinch xonada o'tirib darsliklarini, ya'ni hech narsaga chalg'imagan holatda ishlashi ham bu juda ham to'g'ri deb o'ylayman, chunki ko'chaga ketgan vaqtda bola baribir energiya sarflaydi, baribir charchaydi. O'sha charchoqlarni o'rniga ko'proq o'tirib misol ishlagani yaxshi deb o'ylayman. Onlayn ta'lim juda ham yaxshi.